Samogi bilan yopasiz. Oldiga. Buni vazifasi ichidagi havosini tortib olsangiz vakuum beradi. Vakuum qilgan paytda yosh bolalar yotadigan joydagi ko'rpachalarni, asirlarni, adyollarni solib havosini tortib qo'ysangiz, allergiya qo'zg'atadigan mikroblarni o'ldirib beradi. Faqat buni havosi tortilgan holatda kamida 40 kun turishi kerak. 40 kun. Kiyimlarni ham ixchamroq qilib beradi. Chunki safarga chiqadigan bo'lsangiz yoki uzoqroq joyga boradigan bo'lsangiz, kiyimlar ko'payib ketib qolsa qolasiz, havosini tortib qo'yadi. Yozga chiqqan paytda kurtkalarni solib qo'ysangiz, mana kichkina qilib holati zo'r holatda turadi. Bu bunaqa razviy komplektda bitta bo'ladi. Ha, bemalol ko'p marta ishlatsangiz bo'ladi. Adnarazviylari ham bor, korzinkalar sotiladi. Holatiga qaytadi. Mana shu holatda 40 minut yo 1 soat tursin, ichidagi mikroblarni o'ldirib beradi. Mana allergiya qo'zg'atadigan chankalar. Yarim soatdan keyin bitta ochib ko'ring. Holatini ko'ring. Yo'qda boshqa. Bu bitta shu holat